Tupoymisiz voy? Yo'q. Men hozir sizga nimagaligini tushuntirib beraman. Xullas, qirolicha degani bu men turmushga chiqqanimdan keyin turmush o'rtog'imga qirolichasi bo'lib yurayin deb, qirolicha deb nom qo'yganman. Endi esa Kanizaga keladigan bo'lsak, Kaniza bu o'zimni ismim. Bu hech qanaqa xizmatkor, unaqa narsalar emas. To'g'ri, Kanizak degani xizmatkor degani, lekin meni haqiqiy ismim bu Kaniza va ismimdan men uyalmayman. To'g'risi. Shuning uchun ham qirolicha Kaniza deb qo'yganman. Masalan, turmushga chiqib ketganimdan keyin ham men turmush o'rtog'imga qirolichasi bo'lib yurmoqchiman. Shuning uchun qirolicha Kaniza profilimning nomi. Bu yerda hech qanaqa tupoylik yoki boshqa narsa ketmayapti. Hammasini o'ylab, ko'rib, keyin nomini qo'yganman. Shunaqa. Kambag'al odamga qo'shiq aytish yarashmaydi. To'g'ri aytasiz. Bizga o'zi hech narsa yarashmaydi. Qo'shiq aytish ham yarashmaydi. Bizning ovoz xunuk. Hech narsa yarashmaydi. Chiroyli kiyinib qo'ysak, u ham bizga yarashmaydi. Unga ham daromad topib yozasizlar. Ko'proq ovqat bilan video olsak yoki ovqatlansak, uni ham gapirasizlar. To'g'ri, bizga hech narsa yarashmaydi, qolganlarga yarashadi. O'zgasiga ketdingmi? Darsh ketgan. Orqamdan yugurib yana yurmagin. O'zgaribsan deb yana orqamdan kelib bo'lmagin. Tushunding? Dalshi ket.